uchinchi qismini ham aytib qo'yaylik. Uchinchi qismida endi quyidagi sistemada yordamida o'zi qanaqa qilib taqsimot qonuni qanaqa qilib uni zichlik funksiyalarini tuzib olishni ko'rib chiqamiz. Hop, bu yerda endi formuladan birinchi yozib olamiz, birinchi yaxshi. Birinchisi bizga aytaylik, boshida ikkita funksiyamizni taqsimot qonuni berilgan bo'ladi. Bizning savolda uni zichlik funksiyasini toping degan savol o'rtaga qo'yiladi. Bu narsa qanaqa topamiz? Avvalgi videoda oson edi. Nima qilardik? Xuddi shu berilgan funksiyadan hosil olib qo'ysak bo'ldi. Endi bu yerda asosiy murakkablik shundaki, bizning bir vaqtda o'zida ham x ham y ham qatnashyapti. Ya'ni ikkita funksiyani taqsimot qonuni. Hop. Agar bizda shunaqa ko'rinishda bo'lsa, biz hosila, ya'ni proizvodni qanaqa olamiz? Esingizda bo'lsa, undan oldingi, ya'ni kurslarimizda domayno, ya'ni hosila olish, ya'ni ikkita funksiya qatnashgan fx, fy kelgan holatda proizvodni olish mavzusi bo'lib o'tgan edi. Idealga xuddi shu narsa. Ya'ni ushbu funksiyani zichligini topish uchun nima qilamiz? Shu x, y funksiyani, ya'ni ikkita hosil olib qo'yaman. Bir marta x bo'yicha, bir marta y bo'yicha. Bu bizda birinchi formula. Endi ikkinchi holat. Bizda zichlik funksiyasi berilgan bo'lishi mumkin. Bizda savolda so'raydi, endi uni ya'ni taqsimot qonuni toping degan savol o'rtaga qo'yishdi. Bunaqa holatda xuddi shu ishni endi teskarisini qilamiz. Taqsimot qonuni topish uchun bizga ma'lum bo'lgan, ya'ni zichlik funksiyadan nima qilamiz? Ikki karra integral olib qo'yamiz. Endi savol tug'ilishi mumkin. Integral olganda bu yerdagi intervallar qanaqa bo'ladi? Mana shu yerda e'tibor bersangiz, hozir tushuntirib beraman. Minus x bo'lgani bilan sizlar buni integralda minus x deb yozmaysiz. Ya'ni o'zi bizda berilgan oraliq bo'ladi. Shu berilgan oraliq bo'yicha interval qo'yiladi. Bu bo'yicha ham yana keyinchalik to'xtalib o'tamiz. Xo'p, asosiy formula shundan iborat ekan. Endi keling mana shu zichlik funksiyasini topish bo'yicha bitta misol ko'radigan bo'lsak kitobdan. Hop, kitobning 5-masalasi. Shu 209 bo'limi 5-masalasida juda ham ajoyib misol berilgan. Aynan hozirgi mavzuga doir. Bizda taqsimot qonuni berilgan. Taqsimot qonuni bo'yicha 1 minus 2 minus x-inchi darajasi minus 2 minus y-inchi daraja 100 2 minus x-inchi va minus y-inchi darajadan. Va bu yerda 0 ekan. Hop, biroz joy kichkinalik qoldi. Chetga surtamiz. Hop, bu yerda shartlar aytilibdi. Bizda x bilan y qiymati musbat ekan. Demak, bu holatda x bilan y bizda manfiy qiymatlarni qabul qilgan holatda. Integralda xuddi shu narsa. Aynan mana bu joyga e'tibor berasiz. Masalan, tasavvur qilaylik, xuddi shu narsa mana zichlik funksiya edi. Ya'ni mana bu joyga bo'yicha qisqacha ta'rif berdim. 0 bo'lgan joyda siz integral olib o'tish shart emas, ya'ni mantiqda emas. Shuning uchun 0 dan kichik bo'lgan holatda hisoblaymiz. Nima qilasiz? Musbat tarafni hisoblaysiz. Agar bizda xuddi shunaqa tartibda mana buni kichkina fx bo'lganda edi, nima qilamiz? Integral olardan integral mana nima deydi? 0 dan katta deydi. Demak 0 yozaman katta tomonga 0 yoki x bilan y. Y funksiyani yozib qo'yib, ikki karra integralni hisoblab qo'ysak bo'ldi. Xo'p, endi asosiy misoldan chalg'iymiz. Bu narsani oxirigacha hisoblab qo'yaylik. Agar davom etib borsa bo'ladi. Hop, bu narsani hozir bu yoqqa so'ktirib, bu yoqda davom ettiradigan bo'lsak. Aytib o'tganimizdek, biz nima qilishimiz kerak ekan? Ikki karra hosil olishimiz kerak ekan. Birinchisi x bo'yicha hosil olaman.
katta funksiyadan ish. Katta funksiyani x bo'yicha hosil olsam, birdan hosili bizda 0, darajadan hosili minus oldinga tushadi, plus 2 ni minus x-inchi darajasi bizda qoida bor edi. Ax funksiyadan hosili olingan holatda bizda funksiyamiz ax bo'lib, ln a qiymati qabul qilib qoladi. Buni xuddi shu narsa. Nima bo'lar ekan? ln 2. Xuddi shu tartibda hosil olishni davom ettiramiz. Bu tarafga bizda minus, ya'ni y funksiyamiz balki sonda qaralgani uchun bu narsa bo'lib keladi, ya'ni 0 qiymat bo'lib keladi. Plus 0 va oxirgisi bu yerdan ham xuddi shu narsa minus oldinga tushsa minus x minus y ln 2. Agar bu narsani soddalashtirsa faqat bu bilan bu qiymatda qoladi. Endi ikkinchi qism. Olingan hosilidan yana bitta hosil olamiz. Endi bu safar y bo'yicha. Shunda bu yoq taraf bizda yo'q bo'lib ketadi. Agar bu tomondan hosil olingan bo'lsa, minus yana oldinga tushsa, bu yoq taraf bizda 2 minus x minus y, ya'ni bu sonni qaradik. Hop. ln 2 borligi, endi buni yana bitta ln 2 ko'paysa, ln dan 2 bo'lib qoladimi? Chunki bu yoqda ln kvadrat 2 qiymatiga erishadi. Demak, biz 2 marta hosil olganimizdan keyin funksiyamiz aynan shunaqa ko'rinishga kelib qolar ekan. Hop, endi umumiy javobga qanaqa yozamiz? Yo'da. Endi zichlik funksiyasini topganimiz uchun bu bizda endi kichkina x bo'ladi. Xuddi shunaqa sistema ko'rinishida beramiz. Bu yerda bizda nima bo'ldi? 2 ni minus x-inchisi minus y-inchi darajasi ko'paygan ln kvadrat 2. Bu yerda qanaqa interval bo'lsa, xuddi shu intervaldan ko'chirib qo'yishimiz kerak. Bu yoq 0 bo'ldi, chunki 0 dan har qanaqa hosil olganingiz bilan bu qiymat 0ligicha qoladi. Xuddi shu intervalda qanday bo'lsa, bu yoqqa xuddi shundoqligicha ma'lumot kerak, qo'shib qo'ysak bo'ladi. Bu misol shu joyda bizda tugaydi. Ya'ni asosiy javob bizda shu ko'rinishga kelib qolish edi. Joyda nomerni yuklangan bo'lsa, endi bizda javob bor. Endi keling, xuddi shu chiqqan javobni teskarisini qilib ko'raylik. Endi ishlangan misolimiz shu ishni teskarisi bo'lsa. Yo'q, shartni qaytadan yozib olamiz. Bizga zichlik funksiyasi berilgan bo'lsa, mana f(x) qachon ko'rsatdi? X bilan y 0 dan kichik bo'lgan holatda. Yuqorida aytib o'tdik, minus cheksiga kelganimiz ham biz integral qilganda minus cheksiga qilamiz. Qanaqa ko'rinishda yozamiz? Birinchi, integral funksiyani 0 da uchun integral hisoblashni mantiqi yo'q, baribir 0 chiqaveradi. Lekin bu yerda bizda interval 0 dan katta. 0 dan katta bo'lgani uchun demak, quyi chegara, ya'ni pastki chegara minus cheks emas, balki 0 ni hisoblab qo'ysam bo'ladi. Chunki bizda berilgan oraliqdagi funksiyamiz aynan shu 0 dan katta, ya'ni 0 dan tepari yo'q, yuqori qismi. Tepa doim bizda x bilan y bilan chegariladi. X funksiya va y funksiya. Funksiyani yozib olamiz. Bu yerda bizda 2 minus x minus y ln kvadrat 2. Shu joyda yana bitta narsani eslatib o'tishim kerak. Integral yozayotganda iloji bo'lsa ham x bilan y ga yozmaydi, chunki adashib ketish ehtimoli juda yuqori. Mana hozir bu yerda shunaqa qilmaydi. Oldindan aytib ketaylik, x bilan y ga belgilashib olamiz. X u deyman, y ga v deyman.
sizlar ham doim shunaqasi. Ya'ni integral olayotganda biza yana funksiyani aniqlayotganligimiz uchun aynan x bilan y ga u bilan b orqali belgilab olishimiz shart. Shunda xuddi shu funksiyani x y ni o'rniga biz u bilan b deb yozamiz. Minus u va minus b. Demak, integralda ham bizda dv bilan du qatnashgan bo'lar ekan. Endi keyingi qiladigan ishimiz. Bu narsani integral hisoblashimiz uchun endi integralni xossalaridan foydalanamiz. Ya'ni hisoblashni osonroq bo'lishi uchun. ln kvadrat 2 manda sonmi, ya'ni koeffitsient. Integralni bilamiz, ixtiyoriy koeffitsiyentni tashqariga olib chiqib ketish mumkin. Buni olib chiqib ketadigan bo'lsak, ln kvadrat 2. Keyin ikkilangan integralni ikkita qismga ajratib hisoblashimiz mumkin. Ya'ni birinchi xohlasam u uchun, xohlasam b uchun hisoblashim mumkin. Buni ham keyin ajratib olaman. Birinchi x bo'lgan holatda ajratib oladigan bo'lsak, bu yerda bu funksiyani bizda esingizda bo'lsa, mana qoida bor edi. Agar darajalar bir-biriga qo'shib bo'lsa nima bo'ladi? Ularni ajratib olsa ham mumkin. Xuddi shu xossani ishlatgan holatda bu yerda ham xil funksiyamizni ajratib olamiz. Bu narsa bizda ikkini minus o'yinchi darajasi ko'paygan ikkini minus b-inchi darajasi bo'lib qoladi. Hop, dv va dv. Birinchi holin v bo'yicha ishlang, holin u bo'yicha. Baribir javob oxiri bitta javobga kelaveradi. Hop, biz masalan v dan boshlaymiz. V qismidan boshlagan bo'lsak, ortiqcha narsani hozircha yozmayman, adashib bormaslik uchun. Faqat mana shu qismga e'tibor bering. Chunki qolganlari bizda u payt koeffitsient sifatida qaraladi. Ya'ni ko'paytma bo'lgani uchun bu narsaga e'tibor qaratishimiz shart. Tasavvur qiling, men xuddi shu funksiyadan integral olmoqchiman. 2 minus b dash chegaraga ham hozir ahamiyat bermaylik. Agar shu funksiyadan biz integral hisoblasak nima bo'ladi? Ya'ni daraja funksiyada hosilida ln paydo bo'lsa, bu yoq teskarisi. Birinchi minus hisobga olib, minus qo'yib olamiz. 2 minus v deymanda, endi bizda ln 2 emasda, balki bu narsa qisqarib ketadigan. Ya'ni ln 2 uni mahrajida paydo bo'lib qoladi. Ana endi chegarani qo'yib bo'ladi. 0 bilan y. 0 bilan y chegarani qo'yib oladigan bo'lsak, birinchi y, ikkinchi 0 ni ayirib olishim kerak bo'ladi. Y qo'yib chiqadigan bo'lsak, yo taraf mana minus 2 ni minus y-inchi darajasi taqsim ln 2. Va ikkita minus o'zida plus qiymati berib qolib, bu yoq taraf ixtiyoriy son 0-chi darajasi 1 ga teng va bu yoq taraf bizda ln 2. Va ifodani soddalashtirib qo'yadigan bo'lsak, bu taraf nima bo'ladi bizda? 1 taqsim ln 2 ni olib chiqib olaylik. Bu qiymat bizda 1, bu qiymat esa minus 2 ni minus y-inchi darajasi qiymatga narsa. Hop, integral tushundiga, ya'ni bitta qismini qanaqa hisoblab olinishi. Agar tushunarsiz bo'lsa, bitta to'xtatib bir boshqa yana bitta o'yin ishlab ko'ring qaytadan. Agar savol bo'lsa, kommentariy qismida qoldiramiz, ularni keyinchalik ko'rib chiqamiz. Hop, agar shu joyga tushunarli bo'lsa, unda davom ettirsak ham bo'ladi. Endi xuddi shu qiymatni bu yoqqa olib kelib qo'yamiz. ln kvadrat 2. Endi integralning bitta qismi ketgandan keyin bizda x ga qoldi. Bu yoq tarafda bizda 2 ni minus o'yinchi darajasi. Endi bu narsa ham bizda koeffitsient bo'lib qoladimi? Chunki endi funksiya emas, u funksiya yo'q. Bu yerda dvda keyin shu koeffitsiyentni chiqarib olaylik. Bizga charxlansin uchun. Xuddi shu narsani yoqib o'g'irib oladi. Yoqib qo'yadi. Biroz kichkina bo'ldi, joy solishib. Bu muhimi tushundik. Chiqqan javobni bu yoqqa ko'chirib qo'ydik. Ya'ni koeffitsient sifatida chiqarishimizga haqqimiz bor. Xuddi shu narsa, bu narsaga o'xshaydi. Integral oson, xuddi shunaqa integral chiqadi, faqat y o'rnida nima bo'ladi? Endi bu safar x bo'ladi. Yozib oladigan bo'lsak. Bu yoq tarafda menda 1 taqsim ln 2, chunki funksiyani qarang, 1 ga 1 bosadi. Faqat bu yoqda 1, bu yoqda u. 1 ayru
2 minus x'inchi darajasi ko'paygan. Endi bu yoqdagi koeffitsiyentni bu yoqqa qayta ko'chirib qo'yamiz. 1 taqsim L2 1 minus 2 minus y-inchi darajasi va ko'paygan bu yoqdagi koeffitsiyent Ln kvadrat 2. Ana endi ifodani soddalashtirishdan boshlaymiz. Ahamiyat beradigan bo'lsak, yodimizda 2 Ln2 bor. Demak, Ln kvadrat bilan 2 Ln2 bizda sarf ketdi. Bizda oxirgi ifoda nima qolyapti? Ya'ni oxirgi javob desa ham bo'ladi. Ya'ni taqsimot qonuni bizda teng bo'lar ekan. 1 minus 2 minus x-inchi darajasi va 1 minus 2 minus y-inchi darajasi. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Bizda bu yerda ikkita qavs ko'rinishda javob chiqdi-da. Misol ko'ryapti. Lekin masalada uzun ko'rinishda chiqqan ekan. Agar biz hozir shu qavslarni ham ochib chiqsak, xuddi shu ko'rinishga kelib qolamiz. Mana bu uzun ko'rinishda 1 minus va hokazo hokazo. Hop, bu yerda endi kichkina ekranda ko'rinishi bilan qanaqa mana kontrastlarni ko'raman. Bu bizda qanaqa qilib zichlik funksiyasini taqsimot qonuni yordamida topish. Xuddi shu misol yanada tushunarliroq bo'lish uchun boshqa misol ko'rmaylik. Buni obratni ishi, ya'ni teskari usuldan ishlashni ko'rsatib berish maqsadida bitta misolda ham bu usulda ham bu usulda ishlab ko'rishga harakat qildim. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Agar o'z fikrlarni kommentariya qismida qoldirib bersada yanada xursand bo'lar edik. Yani qanchalik foydali bo'lyapti, qaysi joyda ko'p savollar bo'lyapti, qaysi joyda tushunarsiz, qaysi joyga ko'proq urg'u qaratishimiz kerak. Bugungi mavzu yana shulardan iborat edi.